Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan CoinPay saytini ko'rib chiqamiz. Bu saytimiz orqali biz sarmoyasiz ravishda pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop sayt manzil kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Va shuni yana bir narsa, barchani kirib kelgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Kirib kelyaptigan yangi yilda barchalaring nima niyat qilgan bo'lsalaring shunga yetishlaringni tilab qolaman do'stlar. Hop, mana shu bundan chiqib ko'rsatamiz, qanday ro'yxatga o'tishni ko'rsatamiz. Hop, do'stlar, ro'yxatga o'tish mana shunday bo'ladi. O'tganlaringda sizlarda ham mana shunday o'yin ochiladi do'stlar. Hop, sign akkauntingiz bo'lsa, sign tugmasini bosib buraya kirishingiz mumkin. Bo'lmasa, bu yerga email adres kiritasiz va bu yerdan sign upni bossangiz do'stlar. Hop, email passwordni kiritasiz va mana bu galichkani yoqib turib sign upni bossangiz ro'yxatga o'tgan hisoblanasiz do'stlar. Hop, Google akkaunt orqali ham o'tsangiz bo'ladi. Juda ham oson, shunchaki Google akkauntni tanlaysiz. Bo'ldi, sizga kerakli bo'lgan akkauntni tanlab o'tishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, endi bu yerga kiramiz. Hop, do'stlar, biz kirganimizda bizda ham mana shunday o'yin ochiladi. Bu yerda qancha coin ishlasangiz shuncha darajangiz oshib boraveradi. Hozir bizniki levelimiz 0 da turibdi. Bunda asosan nima qilinadi? Hop, Google Play orqali ham Android versiyasini yuklab olish mumkin. Hop, do'stlar, bu yerdan brauzer bo'limiga o'tsangiz turli vazifalar chiqadi do'stlar. Mana shunday vazifalar juda ham ko'p bu vazifalar do'stlar. Har soatda almashib turadi do'stlar. Buning uchun mana shuni ustiga bosamiz. Bizni mana shu o'yinaga olib o'tadi do'stlar. Ma'lum vaqt turishimiz kerak shu o'yinda. Hop, ozgina kutamiz. Keyin va bu yerga o'tamiz do'stlar. 10 sekund kutishimiz kerak ekan. Bunga ham 10 sekund kutamiz. Do'stlar, ishlayman degan odamga mana shu saytni taklif qilaman do'stlar. Chunki bu sayt orqali yaxshigina ishlab olsangiz bo'ladi. Chunki sarmoyasiz ravishda do'stlar. Hop, mana shu tarzda bajarsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, keyingi bo'limda ko'rib chiqamiz. Offers bo'limidan do'stlar o'yinlarni yuklagan holda ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, mana shu o'yinni yuklasangiz $4.5, mana bu o'yinda $15, 3.5, 3.8, 51 sentniki ham bor, $10. Hop, $51lik vazifalar ham bor. Bu bizni bunga hisoblaganda bir 600 ming, 600 mingga yaqinlashib qoladi do'stlar. Lekin bu katta pulni, mana $135lik o'yinlar ham bor do'stlar. Salkam 1.5 millionlik o'yinlar. Qanday vazifa bor? Mana salkam $200lik o'yinni ko'rib chiqamiz. Bu o'yinda do'stlar mana ko'rib turibsiz. Birinchi kirganingizda bu yerdan buni perevod qilib olsangiz bo'ladi, tushunmasangiz. 100 masofaga yangilang. 100 metrga yetib borsangiz 0.4 sent beradi. 300 metr, 400 metr va 5000 metrga $134 beradi do'stlar. Qolgani mana shunday o'sib borib, oxirida $134 beradi do'stlar.
Ilovani oching, ro'yxatdan o'ting va barcha vazifalarni bajaring. Qadamlar: ilovani oching, ro'yxatdan o'ting va barcha vazifalarni bajaring. Ushbu taklif 24 soat ichida mukofotlarni taqdim etadi, faqat yangi foydalanuvchilar uchun do'stlar. Bu o'yinni yuklamagan bo'lsangiz, yuklab olib, mana shu o'yinni bir oy davomida o'ynashingiz kerak bo'ladi do'stlar. Taklifni boshlash mana shunday do'stlar. Bir oy davomida ana shu metrga borishingiz kerak, 5000 metrga borish kerak. Bunda bekorchi odam ko'proq o'yin o'ynaydigan odam bo'lsa, telefonda o'yin o'ynaydigan yoki yosh bolalar ko'proq o'ynasa bo'ladi, yetkazsa bo'ladi do'stlar. Uydagi bolalarga berib qo'ysangiz, rosa o'ynab o'zi metrga yetib qoladi. Bitta noto'g'ri bor. Reklama ko'p chiqadi, shunisi chatoqroq, ozgina chatoq. Reklamadan ko'proq foyda ko'radi, shuning uchun bular reklama qo'yib boraveradi do'stlar. Bu yerda boshqa vazifalar ham bor. Mana bu vazifalarni bajarib ham mana Team Event bo'limini ko'pchilik bilsa kerak. Bu yerdan ham o'yinlarni yuklab, dasturlarni yuklagan holda ishlab olsangiz bo'ladi do'stlar. Narigida qanday bo'lsa, bunda ham xuddi shunday. Bular ham 100% to'laydi do'stlar. Mana shu yerdan yuklaysiz, vazifani bajarasiz. Binance ekanning Bitcoin tax X minut. Buni ham perevod qilib o'qib olsak bo'ladi. Buni o'qishda iloji yo'q ekan do'stlar. Silka orqali o'tasiz. Buni tarjima qilish uchun do'stlar, mana shu yerdan kopirovat tugmasini bosasiz va перевести tugmasini bossangiz bizga avtomatik tarzda va keyingi quyidagi ikkita havolani oching. Havolani bosing. Mana shu ikki havolani ochishimiz kerak ekan. Bu vazifa ham eski ham yangi foydalanuvchilar uchun. Eski va yangi foydalanuvchilar uchun ekan do'stlar. Mana shuni boshlash uchun Start Tax bosamiz. Bizga kerakli bo'lgan manzilni beradi do'stlar. Bu yerdan do'stlar ro'yxatdan o'tishimiz kerak ekan ikkala dasturda ham. Mana shunday ro'yxatdan o'tib, bularga skrinshot tashlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu yerda ham perevod qilib olamiz. Tushunarli bo'lishligi uchun do'stlar. Reklama uchun sizning bajarganligingizni tasdiqlovchi matn kiritish va skrinshotni yuborishni talab qiladi. Isbotingiz yuborish uchun quyidagi maydondan foydalaning. Men vazifani bajardim deb bu yerdan rasm yuborishingiz mumkin. Mana bu bo'limdan images bo'limidan bundan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Biz ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Binance'dan ro'yxatdan o'tishimiz kerak ekan. Biz ro'yxatdan o'tganmiz. Yangi foydalanuvchi bo'lib o'tishimiz mumkin. Va eski foydalanuvchilar uchun ham bo'laverar ekan do'stlar. Bu menda Binance yo'qlarda bo'laveradi do'stlar. Bu yerda turli vazifalari ham bor ekan. CapCut'ni o'rnatib ko'ramiz. Mukofot 72 sent. Bunda shunchaki taklifni ko'rish 26 soniya. Bu taklif O'zbekistonda amal qilmaydi.
chetdagi Yevropaga ekan do'stlar. Kechirasiz, bu ham bizga taklif bo'lmaydi do'stlar. Biz uchun do'stlar mana shu tepadagi o'yinlar asosan do'stlar. Hop, endi bundan pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Asosiy narsani profil bo'limiga o'tsangiz do'stlar, kerakli bo'lgan narsa bu yerda o'zingizning ismi, familiyangiz bo'ladi, hamyon manzilingiz bo'ladi. Hamyon bo'limiga o'tsangiz do'stlar, qarang, eng kerakli narsa Bitcoinmi? Bu yerda Dogecoin, Bitcoin adres, FalsetPay, USDT, Solana barcha hamyonlarim bor. FalsetPay, Bitcoin adresini tanlaysiz. FalsetPayga kirib, shundan Bitcoin adresini olasiz, mana shu yerga kiritasiz va do'stlar, kiritganingizdan so'ng sizni email ro'yxatdan o'tgan emailingizga xat boradi. Kod boradi, shuni mana shu yerda o'zi so'raydi. O'sha kodni kiritishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'nggina siz adresni ulab olishingiz mumkin bo'ladi. Ungacha adresni ulab ololmaysiz. Hop, bu yerda AQSh dollarni tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz coinga aylantirib qo'yishingiz mumkin. Hop, pastda qo'llab-quvvatlash ijtimoiy tarmoqlari bor. Endi undan pul chiqarishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Hamkorlar bo'limidan bu yerdan hamkorlaringizni ko'rishingiz mumkin. Naqd pul olishga bosamiz. Bitcoinda chiqarasizmi, Litecoinda chiqarasizmi, barcha adreslarni kiritib qo'yishingiz kerak. Bu bizga kerak emas ekan, naqd pulga o'tamiz. Litecoinni tanlaysiz do'stlar. Minimal summa 1000 coin. Bu degani 1 dollar degani do'stlar. 1 dollar yig'ilgandan so'ng chiqarib olsangiz bo'ladi do'stlar. Bu yerda o'zingizda adresingiz bo'ladi. Xohlasangiz xohlagan adresni kiritishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Shunday tarzda pul chiqarib olsak bo'ladi. 100% to'laydi do'stlar. Va bu yerda 100 tangani olish uchun shaxsni tasdiqlash kerak do'stlar. Hop, keyingi saytni ko'rib chiqamiz. Hop, do'stlar, bu saytimiz ham oldingi saytga o'xshab vazifalarni bajarib, dasturlarni yuklagan holda ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Birinchi registratsiya bo'limini ko'rib chiqamiz. Email kiritasiz, parol kiritasiz. Bo'ldi do'stlar. Bu yer sign in tugmasi sign in ekan do'stlar. Xohlasangiz Google account orqali hop, do'stlar, kirganingizda sizda mana shunday oyna ochiladi. Hop, ochib ko'ramiz. Hop, do'stlar, bu yerda nima vazifa bajarishimiz mumkin? Erim bo'limiga o'tamiz. Hop, ikkinchi bo'limni ko'rib chiqamiz. Hop, bu yerdan do'stlar hozir perevod qilib ko'ramiz. Tug'ilgan kuningizni kiritishingiz kerak ekan, pochta indeks kiritishingiz kerak, foydalanuvchi nomini kiritishingiz kerak ekan do'stlar. Iltimos jinsingizni tanlang. Erkak.
Mana shularni to'ldirib, keyin vazifa bajarishimiz mumkin ekan do'stlar. Hop do'stlar, bizga dastur to'liq ravishda ochildi. Ro'yxatdan o'tmasangiz, haligi yerlarni to'ldirmasangiz, dastur ishlamas ekan do'stlar. Hop, bu yerda ham mana ko'rib turibsiz. 321 dollarlik o'yinlari bor ekan. Lekin buni hozirda to'laydim yo'q, hali sinab ko'rganim yo'q. Mana shu yerdan o'yinlarni yuklab ishlab olsak bo'ladi do'stlar. 14 dollarlik o'yinni ko'rib chiqamiz. Bunda ham 100 ga borishimiz kerak ekan. O'ttiz kun davomida do'stlar. Hop, Play Marketdan ko'rib chiqamiz qanaqa vazifa bajarishimizligini, qanday o'yinligini. Oluvchilar bo'lsa o'ynashlari mumkin, yuklab olib o'ynashlari mumkin bo'ladi do'stlar. Bunda ham vazifalarni bajarib ham ishlasak bo'ladi do'stlar. Team Wallet bo'limi ham bor, bunda ham xuddi shunday. Do'stlar, yana pul chiqarishni ko'rib chiqamiz, vizuralni ko'rib chiqamiz. Username kiritish kerak, name, ism, familiya, ism. Bu yerda qaysilarga chiqarsak bo'ladi do'stlar. Coinbase'ga chiqarishimiz mumkin ekan. Litecoin'ga chiqarishimiz mumkin ekan do'stlar. Asosan Litecoin'ga do'stlar. Minimalkasini yozmagan. Mana shu tarzda hop do'stlar, bu yerda to'ldirishimiz kerak ekan. Shundan so'nggina pul chiqarishimiz mumkin ekan do'stlar. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Hop, bunda ham ishlasak bo'ladi. Referans silka mana bu yerda bo'ladi. Buni ham sinkasi do'stlar kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlari mumkin. Barchaga tavsiya etaman do'stlar saytlarni. Hop, yana nima desak bo'ladi? Kimda sun'iy intellekt orqali video yaratish yoki nomer tasdiqlash kerak bo'lsa, yozishlari mumkin. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying, xursand bo'lamiz do'stlar. Barchangizga rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, barcha yangi yilni yaxshi o'tkazishlaringizni tilab qolaman.